أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hurmatli birodarlar, hurmatli opa-singillar. Inshaalloh mana bugun ikkinchi darsimizga o'tamiz. Demak, arab alifbosida harflar mahrajini o'rganishda davom etamiz. O'tgan darsimizda quyidagi 5 ta harf mahrajini o'rgangan edik. Bular alif, ba, ta, sa hamda jim harflari edi. Bugun esa quyidagi harflarga o'tamiz inshaalloh. Bular ha, xo, dal, zal hamda ro harflari. Demak, arab alifbosining 6-harfi bu ha harfi. Demak, o'zbek tilida, zamonaviy o'zbek tilida bu harfga to'g'ri keluvchi, ya'ni bu tovushga to'g'ri keluvchi tovush yo'q. O'zbek tilimizda bu tovush demak yo'q. Demak, bu tovushni mahrajiga e'tibor beramiz. Mahraji biroz endi biz uchun yangi harf bo'lgani uchun qiyinroq tuyulishi mumkin. Demak, avvalo tovushni paydo bo'lish o'rniga qaraymiz, ya'ni halqum o'rtasida paydo bo'ladi bu tovush. Ya'ni bo'g'iz mushaklari taranglashadi, bir-biriga yaqinlashib keladi, juda ham tig'izlashadi va og'zimizda, ya'ni bo'g'zimizda bir kichik yo'lakcha hosil bo'ladi. Mana shu yo'lakchadan otilib chiqqan havo mana shu ha tovushini beradi. Demak, bu tovushni talaffuz qilishda bitta narsaga e'tibor beramiz. Barcha ovoz a'zolari taranglashib turadi. Taranglashib turib, havo o'tganini biz sezishimiz ham kerak. Sezamiz, agar qo'limizni, kaftimizni yoyib og'zimizga olib kelsak, talaffuz qilsak, mana ha deb talaffuz qilamiz. Hatto og'zimizdan chiqqan o'sha bo'g'zimizdan o'tgan havo kaftimizgacha yetib kelganini sezishimiz kerak. Kaftimizga havo tegadi. Demak, bu harfni talaffuz qilganimizda barcha nutq a'zolarimiz, barcha ovoz a'zolarimiz taranglashgan holatda turadi. Demak, buni boshqa o'zbek tilidagi yumshoq ha harfidan ko'ra asosiy farqi ham mana shunda. O'zbek tilidagi yumshoq ha harfini talaffuz qilganimizda bizni barcha nutq a'zolarimiz erkin holda bo'ladi. Bu harfni talaffuz qilishda esa taranglashib turadi. Keyingi harfga o'tamiz. Arab alifbosining keyingi harfi bu xo harfi. Demak, bu harf o'zimizning o'zbek tilimizdagi qattiq h harfi bilan talaffuzi to'la mos tushadi. Shuning uchun bu harfga ko'p to'xtalib o'tilmaymiz. Mana mahrajiga e'tibor bersak, halqumning eng yuqori qismida hosil bo'ladi bu tovush. Va agar bu tovushni talaffuz qilsak, xuddi tomog'imizni qirgandek, ya'ni sezishimiz kerak mana shuni. Xo deb talaffuz qilamiz. Keyingi harf, arab alifbosining keyingi harfi bu dal harfi. Dal harfi mahrajiga qaraymiz. Til uchi va oldingi ikki tepa tishning tubi. Bu harf jarangli undosh harf o'zimizning o'zbek tilimizdagi d harfi bilan talaffuzi to'la mos tushadi. Yagona farqi o'zimizda d harfi so'z o'rtasida yoki oxirida kelganda jarangsizlashib t harfiga aylanib ketadi. Lekin arab tilida bu harf doimo jarangli bo'lib turadi, ya'ni so'z o'rtasida kelsa ham, oxirida kelsa ham d deb talaffuz qilinadi. Mana mahrajini ko'rib turibsiz. Demak, keyingi harfga o'tamiz. Arab alifbosining keyingi harfi bu zal harfi. Bu harfga alohida e'tibor qarating, sababi zamonaviy o'zbek tilimizda bu tovush yo'q. Demak, zal harfi agar mahrajiga qaraydigan bo'lsak, avvalgi birinchi darsimizdagi sa harfi bilan solishtirsak bo'ladi. Ya'ni sa harfi bilan agar solishtirsak, mana mahrajini ko'rib turibsiz. Xuddi sa harfi talaffuz qilingani kabi tilning uchi oldingi ikkita tishlarimizdan, ya'ni uchi biroz chiqib turadi, ikki tishlarimizdan tilimizning uchi tepa tishimizga tegib turadi va pastki tishlarimiz bilan tilimiz orasida biroz kichik tirqish qoladi va shu holatda talaffuz qilamiz. Zal yoki za deb talaffuz qilsak to'g'ri bo'ladi. Demak, yana bir marta o'zbek tilida bunday tovush yo'q bo'lgani uchun alohida e'tibor qarating. Za harfi. Misol uchun Qur'oni Karimda zalika yoki allazina so'zlari mana shu za harfi bilan yoziladi. Keyingi harfga o'tamiz. Bu ro harfi arab tilidagi yagona titrovchi harf. Ya'ni bu titrovchi harf deyiladi, sababi bu harfni talaffuz qilganimizda tilimiz tepa tanglangimizga tegadi va titrab turadi. Buni o'zbek tilidagi r harfidan asosiy farqi ham shunda, ya'ni aslida talaffuzi o'zbek tilidagi r harfiga juda ham o'xshash, ya'ni deyarli bir xil. Yagona farqi tilimizning uchi ko'proq titrab turadi. Bu harfni talaffuz qilishda mana mahrajiga qaraymiz. Til uchi va qisman til o'rtasi tepa tanglangimizga tegib turadi va ro deb talaffuz qilinadi. Demak, bugungi o'tmoqchi bo'lgan harflarimiz mana shulardan iborat edi. Endi vazifalarga o'tishdan oldin bir narsaga e'tibor qarating. Avvalgi darsimizda biz fatha
harakatini o'tgan edik, ya'ni fatha deb nomlanuvchi belgi. Bu belgi eslatamiz, agar harflarning ustida kelganda qisqa a tovushini beradi. Lekin avval darsimizda ham aytgan edik, ba'zi harflar bilan birga fatha belgisi o tovushini beradi deb eslatib o'tgan edik. Mana bugun mana shunday harflardan ikkitasini o'tdik. Bulardan biri xo harfi. Ya'ni xo harfining ustida agar fatha belgisi bo'lsa, xa emas, aynan xo deb talaffuz qilinadi va ikkinchisi bu ro harfi, ya'ni ro harfining ustida ham fatha kelganda ra emas, ro deb talaffuz qilinadi. Agar misol keltirsak, misol uchun robbana deb talaffuz qilamiz, ya'ni robbana, rabbana emas, ro bilan talaffuz qilinadi. Demak, mana bugun o'tmoqchi bo'lgan darslarimiz shulardan iborat edi. Mana bugun o'tgan harflarimizni agar ustida fatha belgisi bilan o'qiydigan bo'lsak, mana ko'rib turibsiz hozir. Ha, xo, da, za, ro deb o'qisak to'g'ri bo'ladi. Endi uy vazifalariga o'tamiz. Uy vazifalarida bir narsaga e'tibor qarating. Biz o'tgan darsimizda jim harfini o'tgan edik. Bugun yana ikkita harf, ha hamda xo harflari. Shu uchalasi juda ham bir-biriga o'xshash. Ularning yagona farqi nuqtasi. Ya'ni jim harfida nuqta harf ostida, ha harfida umuman nuqta yo'q, xo harfida esa nuqta harf ustida kelgan. Shuning uchun ko'pchilik birinchi yo'l qo'yadigan xatosi mana shu jim hamda xo harflarini ko'pincha adashtirishadi so'zlarda kelganida. Ya'ni shunga alohida e'tibor qarating. Avval aytganimiz kabi uy ishini toki qiynalmasdan bemalol o'qiydigan bo'lguncha, mana shu harflarni bir-biridan ajrata oladigan bo'lguncha takrorlash tavsiya etiladi. Bizning asosiy urg'umiz ham mana shu uy vazifalariga berilgan. Endi mana bu uy vazifalari dal harfi, zal harfi hamda ro harflari. Avval aytganimiz kabi bizning darslarimiz islomolami.com saytiga qo'yib boriladi. Shuningdek islomdini.info saytida ham bizning guruhimiz mavjud. Ya'ni islomdini.info saytiga kirib tajvid darslari deb qidiruv bersangiz bizning guruhimiz chiqadi. Bu vazifalar bevosita islomolami.com saytidan yuklab olishingiz mumkin. Videolar ham ana shu joyga, ana shu saytga qo'yiladi. Mana shu joyda biz bugungi darsimizga yakun yasaymiz. Subhanakallohumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.